Assalomu alaykum. Guldastani xotiningizga tanlagan bo'larmisiz, onangizgami? Конечно, onamga. Nimaga endi oyizlarga? Nimaga onangizga emas, men onamga tanladim Guldastani. Bo'ldi, onam bo'lgani uchun. Nimadir sabab yo, nimaga degan u sabablar bo'lmaydi. Ona bo'ldi. Men sizni lekin xotiningizman-ku. Xo'p, sen meni xotinimsan, lekin bu odam savol berdi. Onangami, xotiningami dedi. Bunaqa paytda ona men uchun birinchi o'rinda turadi. Bunaqa gullarni oyizlarga olib bergan adizlar borlar-ku. To'g'ri, lekin onam meni qiynalib tuqqan. Ona, men-ku senga o'xshagan xotin topaman, lekin onamni topa olmayman. Onamga tanladim. Bo'ldi, nimaga sen men asabimni tegib qarorimga qarshi chiqyapsan? Onamga и всё. Onamga teng kela olmaysan. Xotin boshqa, ona boshqa. Hozir shu gullar xotinimga deysiz yoki men sen bilan ajrashaman? Ajrashur, bor yo'qol. Erkek yurgan boshingni ko'tarib sindirib o'zingni axir sana nomin erkek. Bilaman ketding qiynalib mas'uliyat va muammolarni ko'tarib yuribdi yelkin. Hech kim ishonmas